Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan biznes olamida tobora muhim ahamiyat kasb etayotgan va nafaqat yirik kompaniyalar, balki kichik bizneslar uchun ham yangi imkoniyatlar eshigini ochayotgan texnologiyalar haqida gaplashamiz. Bu kengaytirilgan reallik, ya'ni AR va virtual reallik, ya'ni VR. Bir paytlar bu texnologiyalarni faqat o'yinlar bilan bog'lashar edi. Ammo bugun ular mahsulot namoyishi, mijozlarni jalb qilish, marketing kompaniyalarini kuchaytirish, xodimlarni o'qitish, hatto navigatsiya va ko'rgazmalarni tashkillashtirish kabi juda ko'p sohalarda qo'llanilmoqda. Keling, avval AR va VR ning o'zini oddiy qilib tushuntirib olaylik. AR, ya'ni kengaytirilgan reallik, sizning real dunyoingizga qo'shimcha ma'lumot yoki tasvirlarni qo'shib beradi. Masalan, telefoningizni kamerasini ochasiz va ekranda yo'l ko'rsatkichlari, mahsulotning 3D modeli yoki hatto devorda turadigan yangi rasm ko'rinadi. Bu texnologiya real hayotning ustiga qo'shimcha qatlam qo'shadi. VR, ya'ni virtual reallik esa sizni butunlay boshqa dunyoga olib kiradi. Maxsus ko'zoynakni taqqaningizda siz yangi avtomobil salonida sayr qilishingiz mumkin, yangi ofis loyihangizni ko'rib chiqishingiz yoki xayolan boshqa shaharda bo'layotgan ko'rgazmaga qatnashishingiz mumkin. Oddiy qilib aytganda, AR real dunyoga qo'shimcha element qo'shadi. VR esa butunlay yangi dunyo yaratadi. AR va VR texnologiyalarining biznesga foydasi juda keng. Mahsulot namoyishida. Masalan, IKEA o'z ilovasida mijozlarga mebelni ularning xonasida joylashtirib ko'rish imkoniyatini beradi. Natijada odam mebel mos keladimi, ranglari qanday ko'rinadi, joy yetadimi yoki yo'qmi, bularni xarid qilishdan oldin aniq ko'radi. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar esa VR yordamida yangi mashina modellarini salonga kelmasdan sinab ko'rsatadi. Aviakompaniyalar uchuvchilarni VR simulyatsiyalarida mashq qildiradi. Tibbiyot sohasida esa shifokorlar murakkab jarrohlik operatsiyalarini real hayotga o'xshash virtual muhitda sinab ko'rishadi. Bu xavfsiz, samarali va kam xarj usul hisoblanadi. Marketing va reklamada. Bugun Instagram va TikTokdagi AR filtrlarini hammamiz ko'ramiz. Kompaniyalar maxsus filtr yaratadi, foydalanuvchilar uni ishlatadi, natijada brend tez tarqaladi. Bu oddiy reklama emas, balki odamlarni bevosita jalb qiladigan interaktiv tajribadir. Tasavvur qiling, mijoz sizning ofisingizni topmoqchi. Oddiy xaritaga qarash o'rniga telefon kamerasini yoqadi va ekranda qayerdan yurish kerakligi, qaysi burilishdan o'tish kerakligi ko'rinadi. Bu mijozga qulaylik yaratadi va sizning ofisingizni topishni osonlashtiradi. Ko'rgazma va tadbirlar uchun. VR yordamida siz boshqa shaharda yoki hatto boshqa mamlakatda bo'layotgan ko'rgazmada qatnashishingiz mumkin. Virtual stendlarda mahsulotingizni namoyish etasiz. Mehmonlar esa ularni ko'rib chiqishi mumkin. Bu ayniqsa xalqaro bizneslar uchun katta imkoniyat yaratadi. Mijozlarni jalb qilishda. Kosmetika kompaniyalari ARda virtual sinov qo'shmoqda. Masalan, odam kamerani yoqib, lab bo'yog'i yoki tonal kremning turli ranglarini yuzda ko'rib chiqishi mumkin. Nike esa AR orqali mijozlarning oyoq o'lchamini aniqlab, unga mos poyabzal tavsiya qiladi. Endi bir nechta yirik kompaniyalarning AR va VR dan qanday foydalanayotganini ko'rib chiqamiz. IKEA. Ularning AR ilovasi orqali odamlar mebelni o'z uyida joylashtirib ko'ra olishadi. Bu xaridorning qaror qabul qilishini tezlashtiradi va sotuvlarni oshiradi. Nike. Kompaniya AR texnologiyasi yordamida mijozning oyoq o'lchamlarini aniq o'lchab, unga eng mos poyabzalni tavsiya qiladi. Natijada qaytarib yuborilgan mahsulotlar kamayadi. Yoki Ford yangi avtomobil modellarini ishlab chiqishda VR dan foydalanadi. Muhandislar mashinalarni real ishlab chiqarmasdan oldin virtual dunyoda sinab ko'rishadi. Bu vaqtni va xarajatni sezilarli darajada kamaytiradi. L'Oreal kosmetika kompaniyasi esa AR yordamida mijozlarga lab bo'yog'i, krem yoki boshqa mahsulotlarni yuzida virtual tarzda sinash imkoniyatini beradi. Natijada mijoz o'ziga yoqqan mahsulotni aniqroq tanlaydi. Va KFC. Ular VR orqali oshxona xodimlariga xavfsizlik va tezkorlik bo'yicha maxsus treninglar o'tkazadi. Bu ham samaradorlikni oshiradi, ham xavfsizlikni ta'minlaydi.
Endi kichikroq misolni tasavvur qilaylik. Faraz qiling, siz Toshkentda kichik arxitektura studiyasini yuritasiz. Avvallari mijozlarga faqat 2D chizmalarni yuborgansiz. Bu esa ko'pincha mijozlarda savol uyg'otar edi. Oshxona qanchalik katta bo'ladi? Qaysi xona qayerga joylashadi? Mebel sig'adimi? Endi esa VR orqali siz mijozni to'g'ridan-to'g'ri yangi loyiha ichiga olib kira olasiz. U virtual tarzda oshxonada yuradi, yotoqxonani ko'radi, balkonning o'lchamlarini baholaydi. AR yordamida esa u telefonni ko'tarib, devorlarning rangini, mebel joylashuvini yoki dekor elementlarini ko'rishi mumkin. Natijada qaror qabul qilish tezlashadi. Mijoz aniqroq tasavvurga ega bo'ladi va sizning studiyangiz raqobatchilardan ajralib turadi. Qanday qilib o'z AR va VR mahsulotingizni yaratishingiz mumkin? AR va VR mahsulotlarini yaratish boshida qiyin ko'rinsa ham, aslida bugun juda ko'p qulay vositalar bor. Unity va Unreal Engine bu AR va VR dasturlar yaratish uchun dunyodagi eng mashhur platformalar. Sketchfab platformasida tayyor 3D modellardan foydalanish imkonini beradi. Masalan, mahsulot yoki interyer modellarini yuklab olib, o'z loyihangizga qo'shishingiz mumkin. Blender esa bepul dastur bo'lib, unda siz o'zingiz 3D modellarni yaratishingiz mumkin. Zapworks va Spark AR ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar uchun AR filtrlarni yaratishda qulay vositalar. Google AR Core va Apple AR Kit esa mobil AR ilovalar yaratish uchun asosiy frameworklar hisoblanadi. Shunday qilib, kichik biznes egalari ham katta mablag'siz AR va VR dan foydalanishni boshlashlari mumkin. Masalan, kichik do'kon egasi Spark AR yordamida o'z mahsulotlari uchun maxsus Instagram filtrini yaratishi va mijozlarni ko'proq jalb qilishi mumkin. AR va VR haqida ko'proq bilishni istasangiz, Coursera va Udemy platformalarida AR VR for Business kabi kurslar mavjud. YouTube'da bepul master-klasslar va darslar topishingiz mumkin. Sketchfab va Blender kabi platformalarda esa tayyor modellardan foydalanib, mashq qilishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, AR va VR texnologiyalari bugungi bizneslar uchun haqiqatdan ham katta imkoniyat yaratmoqda. Ular mahsulotni jonli ko'rsatish, mijozlarni jalb qilish, marketing kampaniyalarini kuchaytirish, xodimlarni samarali o'qitish va hatto ofisingizni topishda ham yordam berishi mumkin. Eng muhimi, bu texnologiyalar nafaqat yirik kompaniyalar, balki kichik bizneslar uchun ham ochiq va arzon bo'lib bormoqda. Savol shuki, sizning biznesingizda ham AR va VR texnologiyalarini integratsiya qilish mumkinmi?